Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sadaka Hacı Rosa Washington'dan sözleyimiz. Bugünkü İstanbul 2020 yıl 4. aydan 12. gün haftiga Yakşembe. Bugünkü vaziyetin söz alsak, elbette hazır bir olsun vaziyeti nime degan savolga duch kelimiz ve onunla bugün CNN'den atdiganda tarqatgan xabarni vatandaşlarga topshiramiz. Dünya bo'yicha 1.783.941 nafar odam yuqumlandi. Kesel yoki virus bilan vafot bo'lganlar 109.312 nafarga yetdi. Amerika Qo'shma Shtatlarida 530.006 nafar kishi yuqumlandi. 20.608 nafar kishi kesal virus tufayli vafot bo'ldi. 4. ayning 12. kuni Washington vaqti atdigan soat 6dan 28 minut o'tganligi xabar. Musibat, qayg'uda Allah qutqazsın, insoniyatni bu ofatdan qutqazsın. Allah Amerika xalqini, Uyg'ur xalqini bu ofatdan qutuldur Allah. Endiki mavzu bunda hurmatli vatandoshlar. Angliya bilim hazinasi butun yer shari 10 turli qonuniy yo'llar orqali Jungodan to'latib olsa bo'ladi deb ko'rsatdi mavzuli xabar 4. ayning 11. kuni Vanbi torbiyatida e'lon qilindi xabar. Bunday boshlanadi. Angliya tashqi siyosat bilim hazinasi Jackson jamiyati yaqinda doklad e'lon qilib bunday ko'rsatdi. Jungo Kompartiyasi yana tajsimon virus masalasini bartaraf qilganda xalqaro sog'lomlik nizomnomasi xiloflik qilib butun yer shariga mo'ljalligili bo'lmaydigan ziyon zahmat elib keldi. Fakat yetişen sanat devletiga elib kelgan ziyonning o'zila trillion dollardan oshib ketdi. Yana tajsimon virus to'lab qilamdi. Mavzuluq doklad Jungoning yoshirin jinoyatlari va buningga qonun bilan taqobil turish yo'llari to'g'risidagi doklad bo'lib, dokladda butun dunyo ittifoqlashib Jungo Kompartiyasining ustidan arz qilish, to'lab berishni talab qilish orqali Jungo Kompartiyasining virus ahvolini yoshirib ma'lum qilmasligidan kelib chiqqan har qaysi davlatlarning ziyonlarini to'liqlash taklif qilindi. Doklad foydalanishga bo'ladigan 10 turli qonun yo'llarini xulosalab, Jungo Kompartiya virusining tarqalishidan kelib chiqqan ziyon zahmat Jungo Kompartiyasining to'lam berishi talab qilindi. Dokladda bunday ko'rsatildi. Har qaysi davlatlarda siyosat belgilovchilarning bu yo'llardan foydalanishni umid qilishida ikki sabab bor. Birinchi virus ofatiga qarshi turish. Har qaysi davlatlarga intayin og'ir iqtisodiy yuk paydo qildi. Ikkinchi, mabodo prinsiplar xalqaro tartiblarni ahamiyatga ega qilish kerak bo'lsa, undaqda bu prinsiplarni qo'g'dash kerak. Yeni tipli virus voqeasida Jungo Kompartiyasi xalqaro qonunlarga xiloflik qilib, butun yer sharining iqtisodiga buzg'unchilik olib keldi. Zo'r bir turkum odamlar vafot bo'ldi. Agar xalqaro jamiyat bu qatam bunday xalqaro qonunlarga xiloflik qilishlarga inkos qaytarmaydigan bo'lsa,
Ondaqda xalqaro jamiyat qachon javob qaytardi? Doklad mundaq hisobladi. Harakat qo'llanish uchun jasorat bo'lish kerak. Shundaqla butun yer shari ittifoqlashishi kerak. Jungo Kompartiyasini his qilayotgan tahdidlar xalqaro sahnada Jungo Kompartiyasi kechiringlar his qilayotgan tahdidlar xalqaro sahnada tajovuz qilish xarakterli, ya'ni daxlataruz qilish xarakterli javob qaytarishning xotirasida. Shunlashqa to'lam talab qilayotgan ko'plagan davlatlar birdek harakat qilsa, texama foydali bo'ladi. Hamda bir xalqaro tashkilotning qo'llashi ostida harakat qilsa bo'ladi. Bu davlatlar tuvandagi 10 turli qonun yo'llari orqali Jungo Kompartiyasidan to'lam talab qilsa bo'ladi. Birinchi, talash tortish mazmunli dokladni xalqaro sayya tashkilotiga yo'llab, Jungo Kompartiyasining xalqaro sog'lomlik nizomnomasida belgilangan majburiyatlarga xiloflik qilganligini sharhlash. Ikkinchi, xalqaro sudga to'lam to'latish iltimosi yo'llash. Üçüncü, daimi iş bildirgücü hakimler sotining tekshirishidan o'tkazish. Dördüncü, shaxsiylar, shirkatlar va davlatlar xalqaro mablag' solish kelishimiga asoslanib, talash tortishlarni hal qilish harakati qo'llanish. Beshinchi, Birleşken Devletler Teşkilatı xalqaro Deniz okeani ahdnomasiga asoslanib harakat qilishni belgilash. 6. Xalqaro savdo tashkilotining prinsiplari bo'yicha harakat qo'llanish. 7. Hong Kong adliyasiga arz qilib, Jungo Kompartiyasining qilgan atganlarini iqtisod, jamiyat, madaniyat xalqaro ahdnomasiga belgilangan huquqlar bo'yicha ayblash. 8. Amerika Federatsiyalik Adliya Mahkamasiga Jungo Kompartiyasi to'g'risida chet elning egilik huquqlariga munosabatlik kechirim qilish qonunining tashkiliy ahvol bo'yicha arz qilish. 9. Amerikada Federatsiyalik Adliya Mahkamasiga Jungo Kompartiya hukumatiga aloqador savdo, tijorat ishlari bo'yicha arz qilish. 10. Angliya Sud Mahkamasiga Jungo Kompartiya hukumatiga aloqador savdo, tijorat ishlari bo'yicha arz qilish. Jungoni to'lam to'latishga majburlash uchun tuvanlik yuqoriqilak 10 turli qonuniy yo'llar orqali ish bajarsanglar bo'ladi. Xalqaro jamiyat birlashib harakat qilsanglar bo'ladi. Bu Angliya bilim xazinasi Jackson jamiyatining dokalatida qayd qilingan mazmunlar vatandoshlar.